Chindan ham go'zallik qurbonlik talab qiladi. Xuddi mana bular kabi. Shu darajada qilish kerakmi qizlar? Chegirma narsalarga yugurgan holatda yuziga kontur chiqaraman deb va juda ham ko'p miqdorda gellar qo'yish hisobiga yuzini juda ham xunuk ahvolga olib kelyapti. Palon pul berib, shuncha gel qo'ydirgan, palon pul berib, mana geli asложденияsi holat, mana yig'lagan holatda, yuz как lashara bo'lib osilib ketgan. Labbi qarang, labbi, bu nima ahvol, bu nima ahvol qizlar buni? Mana qizimiz chiroyli holatda mana shu holatga kelgan. Labni kattalashtirish, ajinlarni yo'qotish uchun terini tortish. Bular go'zallik ilinjida tashlanayotgan qadamlar. Natijasi yaxshi bo'lsa-ku mayli. Lekin yuqoridagilarning holatiga tushsangiz, o'zingizni kechira olmassiz katta ehtimol bilan. Vaqt o'tgani sayin bu chiroy sizni har oynaga qaraganingizda quvontirish o'rniga xafa qilishi aniq. Xo'sh, vaqtinchalik go'zallik qurbonlari. Ularni kelajakda nimalar kutmoqda? Botoks bu Clostridium botulism degan mikroorganizm bor. Mikroorganizmni toksini yoki zahari. Yanada tabiiy go'zallashaman, yanada shu chiziqlarimni yo'qotaman deb turib, o'sha inyeksiya qilishyapti. Agardaki noto'g'ri qilib qo'yilsa, u asoratlar olib keladigan amaliyot aslida. Nimaga? Chunki botoksdan bitta qilingandan keyin ma'lum bir oylarga o'sha mushak falajlanadi. Qaysi sohaga qilishdan qat'iy nazar, o'sha soha mushaklarini falajlanishi hisobiga yuz o'sha qismi tekis turadi. Bir qilingan botoks keyingi navbatdagi botokslarni talab etadi. Vaqti bilan ushbu dozalarni o'zgartirish kerak bo'ladi. Kosmetologlarning o'zlari qo'yishayotgan videoroliklar bor. Qaysiki o'sha yuzga qilingan botoksdagi asoratlar. Yuz xuddi xamir kabi osilib qolgan va hech qanday doza ta'sir qilmaydi. Ayrimlarda hattoki yiringlab ketgan holatlarni ko'ramiz. Inyeksiya paytida infeksiya tushgan va ushbu infeksiya orqali ma'lum bir mushaklar yiringlagan. Mana bu yerda jarrohlik amaliyoti endi yordamga keladi. Mutaxassis bilan cheklanmagan holda mavzuga doir aholining shaxsiy fikri bilan ham qiziqdik. Men o'zim tabiiyligi yetmaydi deb o'ylayman. Bo'lmaydi. Xudo bergan tanani hech qachon o'zgartirish kerak emas-da. O'zgartirish kerak deb o'ylamayman. Men mutlaqo qarshiman bunaqa narsalarga. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boryapmiz. Chiqotda ham ko'ryapmiz ham. Bu narsa vaqtinchalik, hamma narsa vaqtinchalik-ku. Voy botoks qildingizda lavdagi boyagi narsalar ketdi. Qarigan bilasizmi? Eng xunuk kampir bolasi, qo'pol gapirganda. Tabiiy go'zallik hech narsa yetmaydi, to'g'risini aytganda. O'zbekimiz qizlarining o'zi go'zal. Botoks faqat go'zallikka erishish maqsadida emas, tibbiyotda ham salomatlikni tiklash uchun ham ishlatiladi. Tibbiyotda nevrologik ko'pgina kasalliklarning davosi sifatida foydalansa bo'ladi va tavsiya etiladi. Migren degan kasallik bor. Nevrologik kasallikka yillab bosh og'riydi, sababini bilmaydi migren. Marhamat, botoks, strabizm degan ko'zdagi kasalliklar bor. Botoks bilan davolasa bo'ladi. Yutishdagi muammolar bor. Uni ham botoks bilan davolasa bo'ladi. Lavhamiz orqali kimningdir subyektiv chegaralarini bosib o'tishdan ham yiroqmiz. Shunchaki siz najot farishtasi sifatida yuzlangan choralaringiz tarkibini bilsangiz ham yana eslatdik xolos. Go'zallikning navbatdagi qurboni bo'lishingizdan hadikdamiz. Bu kun Mohichehra Mamaturaimova, Murod To'ramurodov, Toshkent.